3 klassda okuyup atkanda ошентип уккандан кийин укпай калган дейм. Biz bugün tarsıldaktı kalına keltirip operatsiyasıdabız. Pasientimiz 10 yıldan ko'p vaqtda qulog'idan yiring olib, tashqarida shamollab, ko'p yiring oqqan. O'shaning negizida quloqning tarsildag'i teshilib qolgan. Tarsildag'i teshilib qolgandan keyin quloqning ichiga постоянно infeksiya, suv, tez yiring og'ib, tarsildag'ning teshigi cho'g'ayib, uvusi pasayib ketadi. Pasient o'zini uxot qilib olsa, qarab olsa, quloqqa ko'p suv kirgizsa, buning negizida o'shanday bosh og'riqlar, qo'rqinchli o'g'rilarga degan olib kelish ehtimoli bor. Hozirgi pasientimizga qancha yildan beri qiynalib yurgan tarsildag'ini jamadik, ug'ishida operatsiya uchun so'nim bo'lib qoldi. Haydana. Xullas, qachon aql jo'li shunday uqqan? 3 klassda okuyup atkanda ошентип уккандан кийин укпай калган. 27 ga chiqdingiz, a? 8ga. 20 yil bo'libdi-da. Hech qachon urmamizlar. Kim shu videoni ko'rayotgan bo'lsa, qulog'i hech qachon urmasin.